Voy o'rtoq, hayajonlanib ketyapman. Uchrashuvga birinchi marta chiqishim. Bo'ldi, o'zing bosib ol. Mana menda hayajonni bosadigan dori bor, ichib ol. Becha. Yo'q, o'zing bilan ol. Yana hayajonlansang ichasan. Xo'p. Voy, adashib ichib ketadigan dorini berib yuboribman-ku. Qayerga ketib qoldingiz? Ha, muhim ishlarim bor edi. Meni ismim Sarvinoz, siznikichi? Meniki xos kelaman. Voy, nima yoqmaydigan narsa yeb qo'ydim. Ha, chet eldan hamkorlar. Biroz suvda o'chirmay chiqibsiz. Kim? Suv zavodda aytyapti. Assalomu alaykum, nima buyurasizlar? Siz ayta qoling. Mayli, yozing. Hozir kelaman. Suvda o'chirish esdan chiqmasin. Hammasi yaxshimi? Ha, zo'r. Endi ozgina dorim bor. Shundan bitta ichib olsam, hammasi zo'r bo'ladi. Mana shu. Hozir kelaman. Menga bering, o'zim to'layman. Sizmi siz buyog'ini xo'jayini? Normalroq ovqat qilsanglar bo'lmaydimi? Bularning mazalari qochib qoldi. Uzr. Oshpaz, ishdan bo'shading. Voy, ukajonim, qista qo'yakanmi? Yaxshi qiz, sodda ichib bo'ldi. Sardor aka menga gap ochishyapti. Nima qilay, menga otishmayapti-yu. Gapirmaysizmi siz ham? Bo'ldi. Hozir kelaman. Ha, kim kerak? Aytgancha. Boshim og'rib ketdi. Yo'q, hayajonlangan bo'lsangiz kerak-da. Menda dori bor, ichib oling, yaxshi qiladi. Voy, rahmat. Hozir 1 minut. Alo. Alo, o'rtoq, bilmasdan so'radigan dorini berib yuboribman. Boshqa ichmading ish qilib? Aha, Hozir kelaman. tugadi. Oyi, bekor muhotishvoray qilibsiz-da. Bugun zaril ishlarim bor edi. Voy bolam, o'zing maqtab yeding shirin chiqibdi deb. Mani qarshiligim yo'q. Uydagilarim nima desa shu. Unda yaxshi. Mama qaldiroq. Yo'g'e, yomg'ir yog'sa kerak. Menga yomg'ir yoqadi. Sizgachi? O'ylaymanki, siz bilan hamkorligimiz ijobiy natijalarga olib keladi. Albatta. Bunga kelishdik. Faqat sekinroq siqing. Xaloyiq, men bunga bardosh qila olmayman. Yo'q. Odam degan bunda kulturniy bo'lish kerak. Bu hayot. Keling, balandroq gaplashib ketamiz. O'zingizda nima gaplar, nima yangiliklar? Xo'jayin tinchlikmi? Jonga tegdi. Qalay xo'jayin zo'rmi? Batshi zo'r. Bo'lar ekan shunaqa joyga kelsa.